Siz bu smuzini ichib bir haftada -5 kilogramm bo'lasiz agarki bir ishni qilsangiz. Nima ish qilishni esa videoni oxirigacha ko'ring, men albatta sizga buni aytaman. Demak, mana shu smuzi sizni qorin va bel atrofidagi yog'laringizni juda ham zo'r eritishda yordam beradi. Qondagi xolesterin ham juda yaxshi tozalanadi. To'qlik hissi ham uzoq vaqtgacha davom etadi. Albatta bu smuzini tayyorlab iching. Bir haftada siz juda ham yaxshi ozib olasiz. Agarki siz bu smuzini kechki taom o'rnida bir hafta davomida ichsangiz, juda ham zo'r natijaga erishasiz. Videoim sizga yoqqan bo'lsa, like bossangiz juda ham xursand bo'laman. To'liq retseptni esa izohda yozib qoldirdim. Bu videoni siz albatta saqlab qo'ying. Aytgancha bu videoni ozolmayotgan yaqiningizga albatta yuborib qo'ying.